Assalomu alaykum aziz do'stlar, hurmatli tomoshabinlar. Bugungi videomiz juda muhim, shuning uchun diqqatingizni to'liq jamlashingizni so'rayman. Agar siz 65 yoshdan oshgan bo'lsangiz yoki oilangizda yaqinlaringiz orasida 65 yoshdan oshganlar bo'lsa, bu ma'lumot siz uchun hayotiy ahamiyatga ega. Chunki siz hozirda mavjud bo'lgan juda katta imtiyozlardan, qulayliklardan bexabar qolib, ulardan foydalana olmayotgan bo'lishingiz mumkin. Hukumat tomonidan joriy etilgan yangi bir tizim bor, yangi bir hujjat mavjud bo'lib, unga ariza berish muddati cheklangan bo'lishi yoki kechikkaningiz sari foydali imkoniyatlarni boy berishingiz mumkin. Shuning uchun iltimos ushbu videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalimizga obuna bo'ling, videoga like bosing va bizni kuzatishda davom eting. Chunki bu kabi muhim yangiliklarni muntazam ravishda e'lon qilib boramiz. Muammoning mohiyati va hozirgi o'zgarishlar azizlar, avvallari bizning keksa yoshdagi fuqarolarimiz turli xil imtiyozlar va xizmatlardan foydalanish uchun ko'plab turli xil hujjatlarni o'zlari bilan olib yurishga majbur edilar. Masalan, pensiya guvohnomasi bir alohida, jamoat transportida chegirma olish uchun boshqa bir qog'oz, dorixonalarda imtiyozli dori-darmonlarni sotib olish uchun yana bir hujjat. Tibbiy ko'rikdan o'tishda esa navbatsiz kirish uchun maxsus ma'lumotnoma talab qilinardi. Bu holat keksalarimiz uchun haqiqiy bosh og'riq edi. Har safar davlat idoralariga murojaat qilganda, har bir xizmat uchun alohida navbatda turish, ko'p qog'ozbozlik bilan shug'ullanish, hujjatlarni to'plash va ularni doimo yangilab turish juda ko'p vaqt va kuch talab qilardi. Ko'pincha keksalarimiz bu jarayonlarning murakkabligidan charchab, hatto o'zlariga tegishli bo'lgan imtiyozlardan ham voz kechishga majbur bo'lishardi. Bu holat nafaqat vaqtni isrof etardi, balki keksalarimizning qadr-qimmatiga, ularning hayot sifati va farovonligiga ham salbiy ta'sir ko'rsatardi. Ularning haqqi bo'lgan imtiyozlarni olishdagi bu to'siqlar afsuski jamiyatimizda ham kuzatilardi. Hozir esa vaziyat tubdan o'zgardi. Hukumatimiz tomonidan aynan keksa avlod vakillariga g'amxo'rlik ko'rsatish maqsadida barcha imtiyozlarni bitta tizimga birlashtiruvchi, hayotni sezilarli darajada yengillashtiruvchi yangi bir hujjat, yangi ijtimoiy karta joriy etildi. Bu shunchaki plastik karta emas, balki keksalarimiz uchun qulayliklar, imtiyozlar va qo'shimcha xizmatlar dunyosiga ochiladigan kalitdir. Bu karta barcha turdagi ijtimoiy imtiyozlarni, tibbiy xizmatlardagi afzalliklarni, transportda chegirmalarni va hatto ba'zi bir moddiy yordamlarni bir joyga jamlaydi. Asosiy maqsad keksa fuqarolarimizning davlat xizmatlaridan foydalanishini soddalashtirish, ularga hurmat va ehtirom ko'rsatish, ularning hayotini yanada farovon qilish. Endi ularning barcha imtiyozlari bitta kartada jamlanadi va uni olish uchun hozirdanoq murojaat qilish zarur. Chunki keyinchalik bu jarayon murakkablashishi yoki ba'zi imtiyozlarning muddatlari cheklanishi mumkin. Bu o'zgarish nafaqat qog'ozbozlikni kamaytiradi, balki korrupsiyaning oldini olishga ham xizmat qiladi. Chunki barcha jarayonlar shaffof va raqamli tizim orqali amalga oshiriladi. Bu yangi ijtimoiy karta bu zamonaviy jamiyatning keksalarimizga bo'lgan g'amxo'rligining yorqin namunasidir. Batafsil tushuntirish, nimalarni bilishingiz kerak, kimlar tashvishlanishi kerak va kimlar tashvishlanmasligi kerak. Xo'sh, bu yangi ijtimoiy karta o'zi nima va u qanday imkoniyatlarni beradi? Eng avvalo, bu karta ko'p funksiyali elektron hujjatdir. U shunchaki shaxsni tasdiqlovchi hujjat emas, balki juda ko'p xizmatlarga va imtiyozlarga erishish uchun kalit vazifasini o'taydi. Tasavvur qiling, siz endi bir nechta guvohnomalarni emas, balki faqat bitta kartani o'zingiz bilan olib yurasiz va u sizga quyidagi imkoniyatlarni taqdim etadi. 1. Jamoat transportida chegirmalar, shahar avtobuslari, metrolar, trolleybuslar va ba'zi shaharlararo transport vositalarida chegirmali yoki hatto bepul yo'l haqi. Masalan, ko'plab shaharlarda keksalar uchun F1gacha chegirma taqdim etiladi. Bu esa har kuni transportdan foydalanadigan keksa fuqarolarimiz uchun sezilarli iqtisodiy yordamdir. Bir oyda o'rtacha 700 ming so'm atrofida transport xarajatlarini tejash mumkin. Bu esa bir yilda 600 mingdan 1 million 200 ming so'mgacha mablag'ni tejashni anglatadi. 2. Imtiyozli dori-darmon sotib olish. Tibbiyot muassasalari bilan hamkorlikda ishlaydigan dorixonalarda asosiy turdagi dori-darmonlar uchun maxsus chegirmalar. Masalan, ba'zi turdagi hayotiy muhim dorilar uchun 20-30% chegirma berilishi mumkin. Bu ayniqsa doimiy ravishda dori-darmon qabul qiluvchi keksa yoshdagi insonlar uchun juda katta yordamdir.
har oyda ertalab tushda va kechqurun dorilarni ichishga majbur bo'lgan fuqarolarimiz uchun bu chegirma o'rtacha Binbexida 200 ming so'm tejash imkonini beradi. Yillik hisobda bu deyarli 2 million ming so'mga teng bo'ladi. 3. Davlat muassasalarida ustuvor xizmat ko'rsatish. Banklar, poliklinikalar, Xalq banki filiallari, davlat xizmatlari markazlari va boshqa idoralarda navbatsiz yoki tezlashtirilgan tartibda xizmat ko'rsatish imkoniyati. Tasavvur qiling, avval 2-300 soat navbatda turib o'zingizga kerakli xizmatni olishga majbur bo'lgan bo'lsangiz, endi bu karta bilan bor yo'g'i 15-30 daqiqada ishingizni bitirishingiz mumkin. Bu nafaqat vaqtni, balki asabni ham tejaydi. 4. Kommunal to'lovlardagi chegirmalar. Elektr energiyasi, gaz, suv va issiqlik ta'minoti uchun ma'lum bir iste'mol me'yorlari doirasida chegirmalar. Masalan, iste'mol qilingan elektr energiyasining belgilangan miqdoridan ortig'iga emas, balki belgilangan miqdori uchun 10% gacha chegirma taqdim etilishi mumkin. Bu ham har oyda keksalarimizning byudjetiga salmoqli yordam hisoblanadi. 5. Maxsus ijtimoiy dasturlarga kirish. Bepul madaniy tadbirlar, masalan, teatr spektakllari, muzeylarga kirish, konsertlarga taklifnomalar, shuningdek, keksa yoshdagilar uchun mo'ljallangan maxsus salomatlik dasturlari, tibbiy ko'riklar va profilaktik choralar. 6. Raqamli hamyon funksiyalari, moddiy yordam turlari, ayrim moddiy yordam turlari yoki maxsus nafaqalar to'g'ridan-to'g'ri ushbu kartaga o'tkazilishi mumkin. Bu esa naqd pul bilan bog'liq xavflarni va noqulayliklarni bartaraf etadi. Kimlar ayniqsa tashvishlanish kerak? Agar siz 68 yoshdan oshgan bo'lsangiz, avvalo sizning o'zingiz bu kartani olishingiz shart. Ayniqsa agar siz pensiya olsangiz, davlatdan qandaydir ijtimoiy yordam turlaridan foydalansangiz, jamoat transportidan muntazam ravishda foydalansangiz yoki dorilarga ehtiyoji bo'lsa, bu karta sizga juda katta iqtisodiy foyda keltiradi va hayotingizni sezilarli darajada yengillashtiradi. Ushbu kartaga ega bo'lmaslik sizni har oyda 10 minglab, ba'zan 100 minglab so'm miqdoridagi tejash imkoniyatidan mahrum qilishi mumkin. Bu yiliga bir necha million so'm degani, bu esa o'z navbatida oziq-ovqat, kiyim-kechak yoki boshqa ehtiyojlar uchun juda katta yordamdir. Shuningdek, poliklinikalarda uzun navbatlarda turishdan, banklarda soatlab kutishdan charchagan bo'lsangiz, bu karta siz uchun juda muhimdir. Real hayotdan olingan misollar. Misol Mariya opaning hayoti. Mariya opa 72 yoshda uzoq yillar o'qituvchilik qilgan, hozir pensiyada. Ilgari u har oy dorilarni olish uchun bir nechta dorixonaga borardi. Chunki barcha kerakli dorilar bir joyda topilmasdi va har biri uchun chegirma hujjatini ko'rsatishi shart edi. Jamoat transportidan foydalanganda esa pensiya guvohnomasini ko'rsatishga majbur edi. Ba'zida esa yoshligi sababli haydovchilar ishona qolmasdi. Tibbiy ko'rikka borganda esa navbatlar juda uzun bo'lardi. Yangi ijtimoiy karta chiqqandan so'ng u bir marta davlat xizmatlari markaziga borib ariza berdi va kartani qo'lga kiritdi. Endi oyga o'rtacha 80 ming so'mlik dori-darmon xarid qilsa, kartasi orqali necha ming so'm tejayapti. Transportda esa har kuni borib kelish uchun 6 ming so'm sarflasa, endi 3 ming so'm to'layapti. Bu esa oyga 90 ming so'm tejash degani. Eng muhimi, poliklinikaga borganda kartasini ko'rsatib, navbatsiz kiryapti va o'z sog'lig'i haqida tezroq ma'lumot olmoqda. Yiliga Mariya opa faqatgina dori va transportdan jam 1 million 506 ming so'mdan ortiq mablag' tejamoqda. Bu pulni u o'z nabiralariga sovg'a olishga yoki o'z ehtiyojlariga sarflashi mumkin. 2 misol, Ahmad boboning kundalik turmushi. Ahmad bobo 68 yoshda nafaqat pensiya, balki ijtimoiy yordam ham oladi. U ilgari bu yordamni bankdan navbatda turib naqd pulda olardi. Yangi ijtimoiy karta unga topshirilgach, uning ijtimoiy nafaqalari to'g'ridan-to'g'ri kartasiga tushmoqda. Endi u bankka borish uchun vaqt sarflamaydi, navbatlarda turmaydi, pullarni o'z uyiga yaqin joylashgan bankomatdan yechib oladi yoki do'konlarda karta orqali to'lovlarni amalga oshiradi. Bundan tashqari, u kartasidan kommunal to'lovlarni amalga oshirganda belgilangan chegirmalardan foydalanadi. Shu boisdan Ahmad bobo har oyda ortiqcha xarajatlardan xoli bo'lib, o'z vaqtini o'z nabirlari bilan o'tkazishga yoki sevimli mashg'ulotlari bilan shug'ullanishga sarflay olmoqda. 3. Misol, Gulnora xolaning faol hayoti. Gulnora xola 6 yoshda, u nisbatan faol va o'ziga to'q yashaydi. Lekin yangi ijtimoiy karta unga ham foydali bo'ldi. U muntazam ravishda teatrga, konsertlarga borishni yaxshi ko'radi. Karta unga madaniy tadbirlarga bepul kirish imkoniyatini taqdim etdi. Har oyda 2 spektaklga borsa, bu unga taxminan
biri telef 50 ming so'm tejash imkonini beradi. Bundan tashqari u kartasi orqali o'z sog'lig'ini muntazam tekshirib turish uchun maxsus profilaktik tibbiy ko'riklarga yozilib, ulardan bepul foydalanmoqda. Bu uning o'zini qadrli his qilishiga va jamiyatning unga bo'lgan hurmatini his etishiga yordam beradi. Kimlar unchalik tashvishlanmasligi kerak. Agar siz 65 yoshdan oshgan bo'lsangizda barcha ehtiyojlaringizni to'liq qondira oladigan moliyaviy imkoniyatlarga ega bo'lsangiz, davlatning ijtimoiy xizmatlaridan unchalik foydalanmasangiz, shaxsiy transport vositasiga ega bo'lsangiz, unda bu karta siz uchun darhol hayotiy ahamiyatga ega bo'lmasligi mumkin. Ammo shunga qaramay, yuqorida aytib o'tganimdek, davlat xizmatlari markazlarida ustuvor xizmat ko'rsatish, tibbiy muassasalarda navbatsiz kirish imkoniyati va ba'zi madaniy tadbirlarga bepul tashrif buyurish imkoniyatlari har qanday yoshdagi, har qanday moliyaviy holatdagi kishi uchun ham yoqimli bo'ladi. Shu sababli har qanday holatda ham ushbu kartaga ega bo'lish siz uchun foydadan xoli bo'lmaydi. U qachondir kerak bo'lishi mumkinligini unutmang. Qoidalar istisnolari, tuzoqlar va noaniq nuanslar har bir yangi tizimda bo'lgani kabi, yangi ijtimoiy karta bilan bog'liq holda ham ba'zi istisnolar, e'tibor berish kerak bo'lgan tuzoqlar va noaniq nuanslar mavjud. Ularni bilish sizni ortiqcha muammolardan himoya qiladi va kartadan to'g'ri foydalanishga yordam beradi. Istisnolar 1. Maxsus toifadagi fuqarolar, Ikkinchi jahon urushi qatnashchilari, mehnat faxriylar, yuqori darajadagi davlat mukofotlari bilan taqdirlangan shaxslar allaqachon mavjud bo'lgan juda katta imtiyozlarga ega bo'lishlari mumkin. Yangi ijtimoiy karta ularning mavjud maqomini bekor qilmaydi, balki ularga qo'shimcha qulayliklar yaratadi. Ba'zi hollarda bu toifadagi fuqarolar uchun karta olish jarayoni biroz farq qilishi yoki qo'shimcha hujjatlar talab etilishi mumkin. Masalan, ularning maxsus guvohnomalari kartaga kiritilgan imtiyozlar ro'yxatini kengaytirishi mumkin. Ammo umumiy qoidaga ko'ra bu karta ularga ham foydalidir. Chunki u barcha mavjud imtiyozlarni bir joyga jamlaydi va foydalanishni soddalashtiradi. 2. Vaqtinchalik yashovchilar va fuqaroligi bo'lmagan shaxslar. Agar siz 65 yoshdan oshgan bo'lsangizda, lekin O'zbekiston Respublikasi fuqarosi bo'lmasangiz va faqat vaqtinchalik yashash uchun ruxsatnomaga ega bo'lsangiz, ushbu yangi ijtimoiy kartani olishga haqqingiz bo'lmasligi mumkin. Karta asosan O'zbekiston fuqarolari uchun mo'ljallangan. Ammo agar sizda fuqaroligi bo'lmagan shaxs pasporti bo'lsa, davlat xizmatlari markaziga murojaat qilib o'z holatingizni aniqlashtirishingiz kerak. Ba'zi hollarda alohida shaxslar uchun istisnolar bo'lishi mumkin. Tuzoqlar va xavotirlar kechikib ariza berish. Yangi tizim joriy etilganda dastlabki bosqichda ariza beruvchilar soni nisbatan kamroq bo'ladi va jarayon tezroq kechadi. Keyinchalik barcha fuqarolar kartaning foydali tomonlarini tushunib yetganlarida ariza beruvchilar soni keskin ortishi va navbatlar uzun bo'lishi mumkin. Bu esa kartani olish muddati uzayishiga olib keladi va siz dastlabki imtiyozlardan foydalanish imkoniyatini boy berishingiz mumkin. Ba'zi imtiyozlar dastlabki davrda ko'proq bo'lib, keyinchalik kamaytirilishi ham mumkin. Shuning uchun hozir ariza bering degan chaqiriq juda muhimdir. 2. Noto'g'ri hujjatlar. Ariza berishda kerakli hujjatlarning to'liq bo'lmasligi yoki ularda xatoliklarning mavjudligi arizangizning rad etilishiga va sizni qayta murojaat qilishga majbur qilishiga olib keladi. Bu esa ortiqcha vaqt va asabiy taranglikni keltirib chiqaradi. Ayniqsa, pasportdagi ma'lumotlar, pensiya guvohnomasi raqamlari, tug'ilgan sanasi kabi muhim aniq va to'g'ri ekanligiga ishonch hosil qiling. Firibgarlar. Har qanday yangi va foydali loyiha paydo bo'lganda, afsuski, bundan foydalanmoqchi bo'lgan firibgarlar ham topiladi. Ular sizga tezda kartani olib berish yoki qo'shimcha imtiyozlarni ta'minlash kabi soxta xizmatlarni taklif qilishlari mumkin. Aslo ularga ishonmang. Yangi ijtimoiy kartaga ariza berish jarayoni faqat davlat xizmatlari markazlari yoki pensiya jamg'armasi filiallari orqali amalga oshiriladi va ushbu xizmatlar uchun rasmiy to'lovlar belgilangan bo'lishi mumkin. Ammo uchinchi shaxslarga pullik yordam uchun murojaat qilishdan saqlaning. Firibgarlar shaxsiy ma'lumotlaringizni o'g'irlashlari yoki sizni doim rasmiy manbalardan ma'lumot oling. Raqamli savodxonlik. Ba'zi keksa yoshdagi fuqarolarimiz uchun yangi elektron kartadan foydalanish, uni aktivlashtirish, PIN kodni eslab qolish yoki to'lovlarni amalga oshirish biroz qiyinchilik tug'dirishi mumkin. Ammo bu muammo emas. Davlat xizmatlari markazlarida yoki bank filiallarida maxsus mutaxassislar mavjud bo'lib,
Ular sizga kartani ishga tushirishda, uni qanday ishlatishni tushuntirishda yordam berishadi. Yaqinlaringizdan yoki oila a'zolaringizdan ham yordam so'rashdan tortinmang. Noaniq nuanslar 1. Karta shunchaki chegirmalar uchun emas. Ushbu karta nafaqat chegirmalar va imtiyozlarni beradi, balki hukumatga keksa aholi to'g'risidagi ma'lumotlarni to'plash va ularning ehtiyojlarini yaxshiroq tushunish uchun ham xizmat qiladi. Bu esa kelajakda keksa fuqarolarimiz uchun yanada samarali va aniq maqsadli ijtimoiy dasturlarni ishlab chiqishga zamin yaratadi. Ya'ni sizning kartadan foydalanishingiz jamiyatning rivojlanishiga va keksa avlodga g'amxo'rlik qilishiga o'z hissangizni qo'shasiz. 2. Kelajakda majburiy bo'lish ehtimoli. Hozirda yangi ijtimoiy kartani olish ixtiyoriy bo'lsa-da, kelajakda ayrim davlat xizmatlaridan foydalanishda yoki ba'zi imtiyozlarni olishda bu karta majburiy hujjatga aylanishi mumkin. Masalan, ayrim poliklinikalarda faqat shu karta orqali navbat olish tizimi joriy etilishi mumkin. Shuning uchun uni hozirdanoq olib qo'yish uzoq muddatli istiqbolda siz uchun foydali bo'ladi. 30. Shaxsiy hisobga bog'langanlik. Karta sizning shaxsiy hisobingizga bog'langan bo'ladi. Shu bois kartaning xavfsizligiga alohida e'tibor qaratish lozim. PIN kodingizni hech kimga aytmang. Kartani yo'qotganingizda darhol tegishli idoralarga xabar bering. Imtiyozlar kengayishi. Kartaning afzalliklari kelajakda kengayishi mumkin. Ya'ni hozirda mavjud bo'lgan imtiyozlarga qo'shimcha ravishda vaqt o'tishi bilan yangi chegirmalar, yangi dasturlar va yangi xizmatlar qo'shilishi mumkin. Va buning uchun sizga yangi jismoniy karta kerak bo'lmaydi. Chunki barcha yangilanishlar elektron tarzda amalga oshiriladi. Amaliy maslahatlar. Nimalar qilishingiz kerak? Endi eng muhim qismga keldik. Siz yangi ijtimoiy kartani olish uchun aniq qanday qadamlarni bosishingiz kerak? Qo'rquvga tushmang. Bu jarayon juda oddiy va tartibli. Siz nima qilishingiz kerak? Hujjatlaringizni to'plang. 2. Davlat xizmatlari markaziga yoki pensiya jamg'armasi filialiga boring. 3. Arizangizni to'ldiring va topshiring. Qayerga borishingiz kerak? Ushbu yangi ijtimoiy kartaga ariza berish uchun siz o'zingiz yashaydigan hududdagi davlat xizmatlari markazlariga DXM murojaat qilishingiz kerak. Bugungi kunda DXMlar butun mamlakat bo'ylab tarqalgan bo'lib, ular aholiga qulay sharoitlarda xizmat ko'rsatishga mo'ljallangan. Ko'plab tuman va shaharlarda, ba'zi hollarda esa yirik qishloq joylarda ham DXM filiallari mavjud. Agar sizning yashash manzilingizda DXM bo'lmasa, eng yaqin joylashgan tuman yoki shahar DXMga murojaat qilishingiz mumkin. Shu bilan birga pensiya jamg'armasining hududiy bo'limlari ham bu masalada sizga yordam berishi mumkin. Ammo asosiy murojaat nuqtasi DXM hisoblanadi. DXMlar odatda dushanbadan jumagacha ertalab soat 9 dan kechki 18 gacha ishlaydi. Ba'zi filiallarda shanba kuni ham qisqa ish kuni bo'lishi mumkin. Lekin eng ma'quli ertalab, ya'ni soat 9 oralig'ida borish. Chunki bu vaqtda navbatlar kamroq bo'ladi. Qanday hujjatlarni to'plashingiz kerak? Ariza berish uchun sizdan bir nechta asosiy hujjat talab qilinadi. 1. Pasport asl nusxasi va nusxasi barcha muhim sahifalari, ya'ni shaxsiy ma'lumotlar, rasm, yashash joyi qayd etilgan sahifalar. Pasportingizning muddati o'tmaganiga ishonch hosil qiling. Agar pasportingiz yangilanishi kerak bo'lsa, avval uni yangilab olishingiz kerak bo'ladi. 2. Pensiya guvohnomasi, asl nusxasi va nusxasi. Agar siz pensiya oluvchi bo'lsangiz, pensiya guvohnomasidagi ma'lumotlar sizning pensiya oluvchi ekanligingizni tasdiqlaydi va kartaga tegishli imtiyozlarni yuklash uchun zarur. 3. Foto surat 3 karta sm o'lchamda, rangli orqa foni oq, yuz ifodasi betaraf holatda, boshingizda bosh kiyim bo'lmasligi kerak. Diniy sabablar bilan ruxsat etilgan holatlar bundan mustasno. Odatda 2 dona surat talab qilinadi. Suratlarni yaqinda tushgan bo'lishingiz maqsadga muvofiq, chunki u kartada identifikatsiya ma'lumotlari uchun ishlatiladi. 4. Ariza shakli. Odatda bu shaklni DXMning o'zida to'ldirishingiz mumkin. Sizga blanka beriladi va uni joyida to'ldirishga yordam beriladi. Agar siz texnologiyadan yaxshi xabardor bo'lsangiz va internetga kirish imkoniyatingiz bo'lsa, ba'zi joylarda bu shaklni elektron hukumat portallaridan yuklab olib, oldindan to'ldirib borish ham mumkin. Biroq ko'pchilik uchun joyida to'ldirish qulayroq. 5. Bank rekvizitlari. Agar siz kelajakda kartaga to'g'ridan-to'g'ri naqd pulsiz yordamlar, masalan, ijtimoiy nafaqalarni qabul qilishni istasangiz, bank kartangizning rekvizitlarini yoki bank hisob raqamingizni taqdim etishingiz so'ralishi mumkin. Bu bank hisob raqamingiz bo'lmasa ham xavotir olmang,
DXM xodimlari sizga shu yerning o'zida kichik bank filiallari orqali hisob ochishda yordam berishlari mumkin. Qanday yozishingiz kerak? Ariza shaklini to'ldirish jarayoni odatda juda sodda bo'ladi. Sizdan quyidagi ma'lumotlarni kiritish so'raladi. To'liq ism-sharifingiz, pasportingizdagidek aniq, tug'ilgan sanangiz, yashash manzilingiz propiska bo'yicha, pasport seriyasi va raqami, kim tomonidan va qachon berilganligi, pensiya guvohnomasi raqami, agar mavjud bo'lsa, aloqa uchun telefon raqamingiz. Eng muhimi, barcha ma'lumotlarni diqqat bilan va xatosiz yozganingizga ishonch hosil qiling. Agar qandaydir savollaringiz bo'lsa yoki biror joyini tushunmasangiz, DXM xodimlaridan yordam so'rashdan tortinmang. Ular sizga har doim yordam berishga tayyor. Qo'shimcha maslahatlar. DXMga erta tongda borishga harakat qiling. Chunki navbatlar kamroq bo'ladi va sizning ishingiz tezroq bitadi. Agar imkoningiz bo'lsa, o'zingiz bilan yaqin oila a'zolaringizdan birini, farzandingizni, nabrangizni olib boring. Ular hujjatlarni to'plashda, navbatda turishda yoki arizani to'ldirishda sizga yordam bera oladilar. Hech kimga, hatto o'zini rasmiy deb tanishtirgan shaxslarga ham hujjatlarni rasmiylashtirish uchun to'lov to'lamang. Rasmiy to'lovlardan tashqari. Barcha to'lovlar faqat kassa orqali amalga oshiriladi va kvitansiya beriladi. Shubhali shaxslardan uzoqroq yuring. Xulosa va yakuniy chaqiruv, aziz do'stlar. Bugun men sizlarga yangi ijtimoiy karta haqida barcha muhim ma'lumotlarni berishga harakat qildim. Esingizda bo'lsin, bu shunchaki bitta karta emas, balki sizning hayotingizni sezilarli darajada yengillashtiradigan, sizga ko'plab imtiyozlar va qulayliklar eshigini ochadigan bir vositadir. Uni olishning qiyin joyi yo'q. Faqat bir marta harakat qilib, kerakli hujjatlarni to'plab, davlat xizmatlari markaziga borishingiz kifoya. Bu karta sizning pensiya yoshidagi yillaringizni yanada osoyishta, yanada qulay va qadrli o'tishiga yordam beradi. Unutmang, sizning xotirjamligingiz va qulayligingiz biz uchun juda muhim. Jamiyatimiz sizni qadrlaydi va sizga g'amxo'rlik qilishga intiladi. Bu karta ana shu g'amxo'rlikning amaliy ifodasidir. Shuning uchun, agar siz hali yangi ijtimoiy kartaga ariza bermagan bo'lsangiz, hozirdanoq harakatni boshlang. Yaqinlaringizga ham bu haqida xabar bering. Chunki bu ma'lumot ularning ham hayotini o'zgartirishi mumkin. O'zbekistonning barcha 65 yoshdan oshgan fuqarolarga ushbu imkoniyatdan foydalanishni qat'iy tavsiya qilaman. Videomiz siz uchun foydali bo'lganiga umid qilaman. Izohlarda o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Savollaringiz bo'lsa, albatta javob beramiz. Videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Chunki sizning qo'llab-quvvatlashingiz bizga yangi va foydali ma'lumotlarni tayyorlashda katta kuch beradi. Keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'ling.